Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Max Tuningdagi Jetour X70 avtomobilimiz tayyor holatga keltirildi. Qilingan ishlarni ko'rsatib obzor qilamiz. Birinchi navbatda bu avtomobilni to'liq polirovka qilib berganmiz. Yonib turibdi. Tashqari qismidagi nikkel stalnoy detallarni hammasini black piano qilib berganmiz. Ablitsovkalarigacha qaranglar, yozuvlarigacha. Bumper setkasini ham qo'yib berganmiz. Qop-qora paroklarni o'rnatib berdi, black pianoga mos qilib. Bakoylarda nikkel detallari bor edi. Redline bo'lsin dedilar, okamlar o'zlarining xohishlariga qarab mana shuni qizil qilib berganmiz. Oynaning chetida nikkellari, orqada Jetour yozuvlari, dubgalari hammasi black piano bo'lgan, tonirovkalar qilib qo'yilgan holatda turibdi. Hamda bu avtomobilimizdan to'liq premium mahsulotidan foydalanib shumka qilib berganmiz. STPning premium mahsulotlaridan to'liq shum izolyatsiyani qilib berdik. Salon qismiga ahamiyat berasizlar. Har bitta detaliga отдельно e'tibor berib shumka qilgan holatda ayrim detallarni black piano qilib berganmiz. Monitorda ramkalari bor edi, ruldagi, monitordagi, o'zini baridagi, mana bu yerda Mercedes o'xshagan detallari bor. Mana shuni black piano qilib berdik. Ayrimlari o'zini joyida qoldi. Mana qaranglar, eshik obshivkadagi detallarini, ruchkalarini hammasini black piano qilib berganmiz. O'zi stalnoy edi. Cho'nchalari karpet bo'lgan, salonlari to'liq shumka qilingan holatda turibdi. Yana bir qancha o'rnatmalar qilib berdik bu avtomobilimizga. Bir-ikki ishlari bor edi, ularni ham chiroyli qilib bitirib berdik. Xizmatlar bo'yicha Max Tuning murojaat qilaverasizlar. Inshaalloh ishni chiroyli qilib bitirib beramiz. Bizani kuzatib boringlar, bizdan uzalashmanglar.